Assalamu alaikum qarindoshlar. Aslan shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin degan batdi, lekin bundaq bir kayfiyatimiz yo'q hammamizning. Shuna ko'nglimiz yerim, kayfiyatimiz tuvan. Bugun Taylanddagi qarindoshlarimiz Xitoyga qaytarildi. Bu munosabat bilan biz Abduvali Ma'lum bilan birga bir suhbat o'tkazmoqchi. Abduvali Ma'lum, hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Bırakla başlap ketayli Ma'lum. Sizce chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari Taylanddagi qarindoshlarimiz uchun yetarlik kuch chiqara oldimi? Oldu bilan bo'lgan voqeaga kelsak, chet eldagi tashkilotlar yoki shu Uyg'ur kishilik huquqi, Uyg'ur huquqi, Uyg'urlarning o'rligi uchun kurash qilayotganlar oxirgi daqiqagacha kurash qildi deb qarayman. Masalan, shu ish bo'lgan chog'da Neyrular Bangkokda edi, Taylandda. Uyg'urlar bu masalaga menimcha eng kuchining yetishicha va eng oxirgi tirishchilik ko'rsatdi. Neyrular aşağıda battı, rasmni Neyrular tatdı, sudga qatnashdi. Yani qo'ldan keladigan qonuniy ishlarni qildi Neyrular. Undan keyin axborotga e'lon qildi, yozdi, New York Times'ga yaxshi bir maqol yozdi, undan boshqa matbuotlarga bayon berdi. Ondan ularning ahvolini BDT'ga, başqa kishilik huquq tashkilotlarga, siyosiy rahbarlarga, har qaysi davlatning hukumatlariga anglatdi. Bundan boshqa masalan Dünya Uyg'ur Qurultiyi Muhojirlar Komiteti shu 2014-yil mush ish bo'lgandan boshlab hozirgacha bu ishga izchil bir odamni ajratgan. Masalan Polat Sayim degan odam burun Dünya Uyg'ur Qurultiyininki Muhojirlar Komitetida ishlagan, keyin Muhojirlar Komitetining raisi bo'lgan. Shu odam, shu do'stimizmi izchil bu ishga 2014dan boshlab qilgan. Undan boshqa yana buningga Baxtiyor Bo'ri apandim Avstraliyadagi izchil tirishchilik ko'rsatdi. Bu Taylanddagi Uyg'urlarni qutqizish bir avlod Uyg'ur da'vogarlarininki hayoti badliga, tirishchilik badliga mushagicha saqlanib qoldi deyish kerak asli. 10 yil qanday saqlanib qoldi, 10 yildan keyin qaytarib o'tildilar emas. Bu Uyg'urlar 10 yil qanday saqlanib qoldi degan o'ylash muhim. Polat Sayimdek, Baxtiyor Bo'ridek odamlar bo'lmagan bo'lsa, bu 10 yilmi bo'lmaydi. Bu ish 10 yildan burun yuz bergan bo'ladi. Bu birisi. Ikkinchisi Orliqda Adil Abdukerim degan qarindoshimiz Dünya Uyg'ur Qurultiyininki a'zosi, keyin vakili bo'lgan, hozir Muhojirlar Komitetining boshlig'i. Bu bir oy atrofida nimaga berib, Taylandga berib, Taylanddagi qochib chiqqan 11 Uyg'urning eng oxirida Turkiyaga yarilishiga as qo'shdi. Ya'ni shu Uyg'urlar qochib, tarilib ketgan Uyg'urlarni yig'ib akilib bir yerga shuning pulini berib, yo'lini mengib, terjmonligini qilib, oxiri shularning Turkiyaga kelishiga muhim rol o'ynagan Adil Abdukerim degan do'stimiz bor. Mush ishni qilgan. Undan boshqa bu ish shu 2021-yilga kelgan chog'da mening bir nihoyatda fidokor yaxshi bir do'stim bor, vatandoshimizdimi. Shu Uyg'ur ona tili harakatini moddiy jihatdan qo'llagan. Bu do'stim menga bir gapni dedi, mush Taylandlik Uyg'urlarni sen bir qutqizish harakat qilib baqqan bo'lsang dedi. Men mush Dünya Uyg'ur Qurultiyiga kirishdim, bir sababim Dünya Uyg'ur Qurultiyining shu Taylanddagi Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqasining qo'yiqligi, ulardan xabardorligi, ularning yo'lini mengayotganligidan xabarim bo'lg'achqa, mush ishni qilishda Dünya Uyg'ur Qurultiyininki bir qo'li bor. Adilni avatib 11 Uyg'urni qochirib keladigan Dünya Uyg'ur Qurultiyining cho'qim mishadi bir yo'li bo'lishi mumkin deb men shu sababdan garchi o'zim tadqiqot komitetiga saylangan bilan men Muhojirlar komitetiga jiqishdim.
Şu Polat Sayım, Baxtiyar Böre deganlar bilan birga ishlaydi. Buni qutqizish uchun tirishchilik ko'rsatdik haqiqatan. Buning tirishchilik nima bo'ldi desanglar qaranglar. Bu yerdagi Uyg'ur qarindoshlarimizning tamaqi bek nachar uninki. U yerdagi odamlarga beriladigan tamaq 2 vaqt atrofida beriladi, 3 vaqt emas. Ondan uning tamaq asosan shu guruchlar tam qilamiz. Guruchning suyi yoki guruch. Uchta narsa. Unda bo'lgan ekan, Dünya Uyg'ur qurultiyining qilgan ishi bularga izchil tamaq yardım berdi har oyda. Her ayda tamaq yardım var. Aşağıda məxsus bir Müslüman təşkilatı var, kişilik hüquq təşkilatı. Bunlar mı şu Tayland Uygurlarının tamaqını yetkizib berdi. Göş degandek narsani. Bunu Dünya Uyg'ur qurultiyi şu 10 yıl niyazı her ayda qildi bu ishni. Bu birisi. İkincisi qaçqan çağda adam evatib, oldi qo'yib qutqizish adam evatdi. Üçüncüsü BDT'ninki UNHCR deyimiz musafirlar organı bilen izchil aloqa turib keldi ve Tayland'ın advokat yallab bu Uygurlarning advokatligini qildi. Men kirgan chaqda bu ish bo'lib o'tibdi. Shuning bilan men buni boshqa bir shaklda qilib boqayli, balki mishada biz qilmayotgan bir ishlar bo'lishi mumkin. Boshqa bir xalqaro tashkilotlar orqali qilsak yaxshiroq bo'larmikan deb shu Kambodjada turadigan bir Fransiyalik kişilik hüquq faoliyatchisi var. Melania Xon. Bu xonimninki bir tashkiloti bor ekan, men oyilda aloqalashib, o'zash Kambodjada bo'lgan ekan. Mush ishni qilsin deb biz 3 yil tirishchilik ko'rsatdik. Bu jarayonda shu Istanbuldagi Taylanddagi Uyg'urlarning hamda oila jamiyati urug'ti qoldirib Istanbulda. Biz shular bilan ko'rishib neçe qitim yig'inib ketdik. To'rda. Oxirida u ayolni 3 yil tirishib beqib qilolmay, Abduliman qilolmaydi ekanman deb yo'qolib ketdi. Bu nimani qilolmadik desam, men sizga deb beraman, mana qilolmadik. Qilaligimiz pul. Buni qiloldik. İkincisi, qochib chiqqanlarni Adil Abdukerim qutqizib keldi. Buni qiloldik. Üçüncüsü, BDT bilan to'xtamay aloqa tutdik. Ondan advokat yallab Tayland sot bilan izchil aloqa tutdik. Lekin qilmagan ishimiz nima bo'lsam, qilmagan ishimiz bu. Bu yerda Tayland hukumati nima qildi desanglar, Tayland hukumati o'zini qo'g'dash uchun masalani Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki UNHCR'ga ittadi. Yani UNHCR, yani musafirlar tashkiloti agar bularga musafirlik salohiyati, yani refugee degan salohiyatni bersa, biz bularninki 3-chi bir davlatga chiqib ketishiga yo'l qo'yamiz dedi. Buni yaxshi taklifdi. Lekin BDT nima deydi desa, sizlar ularni qo'yib versang, turmadan qo'yib versang, bizga iltimos sunsa, ondan biz bular salohiyat bersak bo'ldi deydi. Hiç hem de kanuni jihatdan hech qaysinin xato emas. Lekin rostchilik emas. Yani Tayland, Xitoydan qo'rqib ularni qo'yib o'tmaydi. Bu BDT'ninki UNHCR'mi? Bu Xitoyninki nimasi bilan mablag' bilan mengayotgan bo'lganki, chunki BDT'ning mablag'ininki 20%ni Xitoy berdi. UNHCR degani BDT'ninki şu musafirlarga ega bo'ladigan bir komiteti. Endi bularning mablag'ining 20% Xitoydan kelgandan keyin uning ichida Xitoyninki gepi o'tadigan bir yeri bo'ladi. Pulni bergan odam pullan bermaydi, buyruqni berdi, maslahatni berdi, yetakchilikni qildi bu yerda. Shuning bilan bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi bu Uyg'urlarni qamoqdagi vaqtida tashabbuskorlikni ularga nima bermadi. Musafir degan salohiyatni bermadi. Ondan Tayland hukumati BDT bularga egolmadi deb ularni qo'yib etmadi. Bularni qo'yib etsak, nega qo'yib etamiz? Bu Uyg'urlarning hech qaysisining nimasi yo'q. Fuqarolik yo'q. Ular fuqarolik deyman-ku, kimligi yo'q, ya'ni pasporti yo'q. Ular bu Taylandga qochoq yo'llar bilan jonni qutqizib, Xitoyning zo'ridan qochib kelgan odamlar. Endi buning ichida pasport va bir odam botdi. Bu odamni Amerika qabul qildi, Amerikaga ketdi. Chunki uning pasporti bo'lganligi uchun.
Hem demek bir yerde mesele o adamların kolunda bir narsa ekitimiz desek kolda bir narsa buluş gerek. Nime? Ya ki pasport, ya ki bir pasport okşaydigan bir narsa, ya ki nim koyğunu bulduğun bir tamık uygun olduğun bir narsa buluş gerek. Mesela deyli, Kanada kabul kılımız dedi. Kanada kabul kılımız degen bilen ular türmüt tutsa. Ularni türmüdün koyup bergen takdirde Kanada nimga asası ekitini? BDT onun nim buluş gerek de. BDT onunğa musafir degen salayetini beriş gerek, koluna musafirlik kağıdını beriş gerek. Berse, ondan Kanada vizini koyup anda ekiteleydi o narsani. Şun bir yerde bu Tayland bilen UNHCR yani BDT otursa muşunda bir emniyet işkilisinin rast yaptı degen çağda Xitayga bağlangan bir yer var. BDT teşkilatınınki köşmenlik statüsünü berip köşmen degen unvanı berip gene qaytırıp iwağan bir neçe Uygur bedep anıldım go. Aşında gep bala ki men körep bakmadım. Aşında gep ba. Ya bir yerde bulağa kimlik bereleydigan qanda teşkilatlar var desenler. Birisi BDT bereleydi. BDT musafir degen salayetini bereleydi. Şunun asasen bu adamların qutkazgılı boldu. İkincisi Xalqara Köçmenler Teşkilatı ve IOM deymiz. Bularmı ularning qo'liga bir kimlik bereleydi. Ayni vaqtda men Turkiyadan ayrılgan çağda bana IOM şu narsani bergen. Yani Xalqara Köçmenler Teşkilatı bana bir ay içinde Türkiye'den ayrılsa buludu degan bir qog'ozni bergan. Shu qog'ozga asosan ayrılgan men Turkiyadan. Şunun bir yerde ikinci teşkilat IOM. Yani IOM bilen bu nime yaxshi hamkorlikda BDT. Yani bu Xalqara Köçmenler Teşkilatı mı aşı kimlikni bir ularning chiqishiga turtki bo'lalaydi. Hem üçüncü bir narsa nima? Üçüncü bir narsa Türkiye'nin ihtimali. Xuddi Türkiye nimada qilgandek 2014-yilları qilgandek bularga kimlik berip ekitelaydi. Demek mushunda ihtimallik var, lekin bu ihtimallikning hech qaysi yuz bermadi. Ya BDT ularga musafir degan nimani refugee yani musafir degan kimlikni bermadi. Yoki Xalqaro Köçmenler Teşkilatı ularga laissez-passer deydi uni fransuzcha. Chegirdan chiqish qog'ozini bermadi. Yoki Turkiyadek bir davlat ularga nimani bermadi. Chunki ularning o'rtaq bir narsasi ular qamoqda deydi. Ularni nima Tayland qamoqdan qo'yib etsin. Ondan biz ularning qo'liga bu narsani beraylik deydi. Tayland Xitoydan qo'rqib buni qo'yib etmaydi. Tayland deydi-ki, oldi bilan BDT bularga musafirlik salohiyati bersin, ondan biz ularni qo'yib etaylik deydi. Tegidni aytgan chog'da ikkilas Xitoydan qo'rqadi. Faqat o'ttirida bir tortishma o'ynayotgan gap bor. Amaliyotda ikkilas o'xshash Xitoy bizga BDT deydi, biz buni musafir salohiyati bersak, Xitoyning pulini qanday qilamiz deydi. Xitoydan pulni qanday olamiz? Xitoy qanday qo'llaydi BDT'ni? BDT buning organi qanday o'ri turdi deydi. Tayland deydi, bizning Xitoydan kelayotgan mablag'imiz bor, sayohatchimiz bor, qo'llashlarimiz bor. Buni qanday qilamiz deydi. Mushunda qilib bu ish oqmadi. Oxirga kelgan chog'da oqmadi. Yani. Lekin Türkiye'de bir alaka bu baktım akım içergende mesela Türkiye hükümeti birinin kendince Türkiye bilen bir alaka bu baktım sen burunku Uygurların ekegendekler bir iş kıp yakınlar digendek. Bunun bir vergen cevabı buldu mu mesela siz bildiğin? Ben bildiğin alaka bir kıtım boğan. Ben Ankara'daki çığımda Erkin Ekrem, Erkin Ahmet ve yani kim var? Üç eylem bilen nemigi bağdık. Tayland'ninki şu Ankara'daki elçixanasına bağdık. Bir görüştük ularla. Ular aynı vakitte bizden haberimiz var. Biz onu Xitoyga qaytarib berish qarorini chiqarmadik. Ularni navada şu BDT ularga musofirlik salohiyati bersa, qabul qiladigan uchinchi bir davlat chiqsa, bunu biz tutmaymiz degan. Ayni vaqtdagi javobi shunchalik esimda meniki. Ayni javob bo'lishini aytayin, lekin mening esimni qolgani bu shunchalik. Ya'ni ularmi hech qachon yo'q zodi biz buni Xitoyga qaytarib beramiz, unda gapni degan emas. O'limi zodi bir uchinchi bir davlat chiqsa, bularning kimlik masalasi hal bo'lsa, biz buni qo'yib beramiz degan zot.
Ya Türkiye'nin demek ha. Mesela Türkiye keynide keynideki kanallar arkalık mesela nimişki burun eketken okşaşma Uygurlarını ekitenmepti mesela bunun belgen bir konkret bir cevap var mı mesela? Maqitim kırık Uygurnuma ekitenler dese bunun nim dep cevap verdi mesela Türkiye hükümeti. Bu Türkiye hükümeti bile alaqıp baktın ya o ki Uygur teşkilatları demekçi. Ben bunu bilmeydikenme. Bunu bilmeydikenme. Bu haqda mesela ötken bir aydan başlap Tayland'daki qeyrindaşlarımız qaytırıldı dep her qaysı dövletlerde yaşayatgan qeyrindaşlar çıkıp namayişlarını qıldı, her xil faaliyetler boldu. Türkiye'de mi mesela şu Mağrib Derneği deyimiz, Şərq Türkistan Teşkilatlar Birliği. Bulamı Tayland Ankara'daki Tayland elçixanasına berip baş elçi bilen görüşkenligini, Tayland'ınki bularını qaytırıp etmeydiganligini dedi ve halkı aşındaq bir uçurunu halk bilen ortaklaştı. Hem şundakla Yeni Şafak gazetesi deyimiz Türkiye'de, yani hükümete yakın bir gizit bu. Bu gezitte İHH'nınki adamlarının yani ulanınki özü aldığı bir diplomatik nimisi varken kuruluşu. Şu İHH'nın diplomatik nimisinin etirdininki Tayland'a berip körüşkenligi haberlerde sosyal medyada mı çıktı, haberde mi çıktı, resimler düşüp resimlerini koydu. Onun kendilla Yeni Şafak'nınki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınki bu işe arılaşkanlığını hem gazal tutup turulavatkan 5 Taylandlık kişi bilen bu 40 Uygur'un meselesininki körülüşüp yani bu 40 Uygur'unu A5 adamның ornuna koyup qaytılmaydıganlıqıga hakkında haberler işlendi. Bunu bizim Türkiye'deki teşkilatçılar şunda debdebilik haber kıldı. Halk şunda uqtadı. Xoşametlerini kılıp sosyal medyalarda podakçılık kılıp nurgun uçurlarını yizip gitti. Hem bugünkü günde olsa bizim bu qeyrindaşlarımız Xitay'a qaytırıldı. Hazır neymi gün körüvatıdı. Ulanı hem de sosyal medyaya hazır koyuvatıdı. Hatta doktorxanalar davalaşıp bervatımız. Ular ailesiga qaytıp geldi o bu dep. Lekin az gündeki neymiş bulduğanlıqını hemmimiz bileleyimiz. Hem de Türkiye'deki teşkilatlar bu işte doğru bir yol tutanmadı dep oylayım şahsen ben. Sizce bizim teşkilatlarımız bu işlerde muşundak hili anınga, hili manınga yalakçılık kılıp ya ki anından, manından ümit kütüp özleri tırışmay muşundak kaganda bizim davarımızga bir bu işinki zihni bosu buldu ki paydası olmaydı. Bu xil ahval aslında bizim Türkiye'deki kişiler qanday qilish gerek? Nimişqa Türkiye'deki halkqa haqiqiy to'g'ri uçurlar berilmeydi? Menimcha bu yerda Türkiye şu meselege en alakadar devlet Türkiye. Bivas alakadar devlet Türkiye. Nima uchun desa, şu Tayland'da tutup turuluyotgan Uygurlarninki ba'zilarning ayoli, ba'zilarning o'g'li, bolalari, tuqqanlari Türkiye'de. Hatta aile boyunca şu dadısından bilek hamma aile a'zolari Türkiye turayotganlar bor. Endi buning aniqi bevosita aloqador bo'la oladigan davlat deganimninki sababi dunyoda bunda insonparvarlik bir ko'rinmas bir qonundek bir narsa bor. Ya'ni har qanday davlat sizning bolangiz ikkinchi bir davlatda bo'lsa sizga cho'qim viza beradi. O'zingizning bolangizga. Balkim dadangizga bermaslik mumkin. Onangizga bermasligi, singlingizga bermasligi mumkin. Lekin bolangizga va eringizga yoki ayolingizga cho'qim beradi. Bu bir axloqiy mas'uliyat hamdi. Mush nuqtani aytgan chog'da Turkiyaning mush masalani hal qilish ehtimolligi eng yuqori. Chunki ularning oila a'zolari Turkiyada. Agar bu nuqtani tutsak tutquni bo'ladigan nuqta bu birisi. Bu birinchi nuqta. İkinci nokta, Türkiye bu işini bir qitim üstüge ep bakkan davlat tecrübesi var. Tayland bilen alaqagan tecrübesi var ve Tayland'ın Uygurlarını qutquzib çıkan tecrübesi var. Bu tecrübeni ikinci qitim işletiş mümkün. Üçüncüsünü ise bu Uygurlarının Tayland'dan Türkiye'ye gelip gelişi tuncu qitim emas. Hazır Türkiye'de yaşayotgan mening ikki tanışım var. Ularning ismini bir desek bo'lmaydi. Ular esimli qilishcha 90 yillarda, balkim 93-94 yilları Taylanddan Türkiye'ye kelgan. Ularmı aşta qaçıp chiqqan
pasportsiz hech nimasiz qaytib chiqqan. Ular shu Turkiya tashkilotlar bilan aloqa qilib, Turkiya elchixonasida aloqa qilib, oxiri shu Taylanddan Turkiyaga kelib kelgan. Shu bu yerda Tayland bilan Turkiya o'rtasidagi bu elib kelinish masalasi tunugun bugun boshlangan narsa emas. Birisi Türkiye'nin tecrübesi var, ikincisi Türkiye'nin ahlaki mecburiyeti var, üçüncüsü Türkiye bir yerde işletildiğin kozur mu var? Yani 5 Taylandlık ne? Hamas'tan kayıt veriş bedlige 40 Uygur'un hiç bulmaganı, fakat bulmaganda Türkiye'de dadısı var, Türkiye'de anısı var, Türkiye'de ayalı var. Zanı bolsa mu? Kutquzuşqa tirişiş mümkün idi. Lekin muş iş boluvatqan çağda Türkiye'de yaman bek setçilik boldu. Bu işni qılalaydigan teşkilat özününki setçilikini hal qilish bilan nim bo'lib ketdi. Malal bo'lib ketdi. Türkiye'de jiq teşkilatlar var deyilgen bilan hükümet bevosita imtiyoz bergan teşkilat chiq emas. Hükümet bevosita imtiyoz bergan teşkilat faqat rost gap degani bir xalqaro teşkilatlar birligi. Bu xalqaro teşkilatlar birligi dal şu Uygurlarning krizisi chiqqan vaqtda, ya'ni Taylanddagi Uygurlarning Xitoyga qaytarilishi kun tartibda turayotgan vaqtda ularning setçiligi oshkorlandi. Ya'ni birinchi oydan boshlab. Shuning bilan bu 2 oy ular asosan xizmat qilmay, o'zini oqlash yoki o'zini yig'ishtirish yoki o'zini qayta qurish tek krizisning ichida qoldi. Shundan eng oltindek vaqt isrof bo'lib ketdi. Bu yerda agar shu tirishchilik qilingan bo'lsa, bu chaqqa ularning ichida birisi cho'qim chiqib deydi. Biz buni pistani degan, manda bo'lgan, manda bo'lmadi deganni. Uni mush vaqtda deydigan odam bo'lmadi. Demek bir yerda yana birisi Türkiye'deki Uygur teşkilatlarının bir kemçiliki, hem dünyadaki baş teşkilatlardan var. Bu teşkilatlar bir adamga bağlanıp kalgan. Şu adam ağırıp kalsa, ya ki muşundaq bir kanuni, ahlaki mesele çetilip kalsa, şu teşkilat bütün pala çok kaldı. Türkiye'de şu, ben 2015 yılı kelsem Hidayetullah Uzhan rehberken dok, 2015 yılı kelsem yana rehberken, 2025 yıllık canlı rehberdi. Bunda bo'lgan ekan bu adam inson bo'lgan ekan og'rib qoladi. İnson bo'lgan ekan axloqiy, qonuniy masalalarga uchraydi, keltirib chiqardi yoki paydo qiladi. Shuning bilan bu tashkilot palachoq qoldi. Mushummi Uyg'urlarning mushqitimlik qilqi falokat uchrashida sabab bo'lgan omillarning birisi. Ya'ni biz jangda turyapmiz, davomli men shuni deyman. Biz jangda turyapmiz. Jangda turayotgan millat degan davomliq askarlarni, qo'shinlarni sarxil jangi var, harakat tutib turish kerak. Bu qo'shinning beshi yo'q, a'zolar qolaymaqan, chechilib ketgan holatda bo'lsa, shu po'xtak bo'ladi shu. Oxir o'sha natija bo'ldi. Demak, bu yerda eng xalqliq kuch qo'sha oladigan masalani hal qilish orzusi bo'lgan davlatda bizning ojiz bo'lib qolganimiz ham xalqliq vaqtda chirib vayron bo'lganimiz bu masalani keltirib chiqarishda muhim sabab bo'ldi deb qarayman. Chunki buni amaliyotda Turkiyaningki mening olgan ichki ma'lumotimda Turkiya siyosatchilari qabul qilish qo'shilib ekandik. Bu yerda ikki davlat bor qabul qilish qo'shilgan. Birisi Kanada, yani bir Türkiye. Bunu aşkarlasak oldu. Bunu aşkarlamaydık. Hem de kayıtırılıp ketip oldu bu Uygurlar. Aşkarlasak oldu. Biz Kanada kabul kılmakçı boğan. Hakikaten. Rast. O doğru. İkincisi Türkiye kabul kılmakçı boğan. Lakin şu kabul kılış jaryanını üstüge elip mağdığan teşkilat yaxşı kılanmaya kaldı. Yani bir yerde Türkiye'nin özünün meselesi var. Bir teşkilat bağlanıp kalması gerekti. Türkiye devleti mi? Uygurluğun meselesi var. Bir adamga bağlanıp koyması gerekti. İkili mesele bu akıbetini keltirip çıkarışta bir amil bo'ldi deyishki bo'ldi. Men mesela bu Taylandga Uyg'urlarning qaytarilish voqeasini shu Aylıpran'a tushib, Aylıpranning rotasi iniq bo'lgandan keyin, andan keyin bu ishni jiddiyatini his qildimchi. Undan burun tordimi buncha hammasi degidek bu qaytaradigan ish yo'q. Mesela Hidayetullah Uzhan bilan Abdurashid Iminning
Tayland elçixanasından chiqqandan keyingi so'zlagan videosi bor. Men u videoni ko'rib, xuddi u ishkisi shu Tayland elchixonasida ishlaydigandek his qilib qoldim. Uzun adabiy jumlalar bilan Taylandning ularni qaytarmaydiganligini, kishilik huquqlarni hurmat qilib, uchinchi bir davlatga bexatar berishiga yo'l qo'ydiganligi to'g'risida hamda aniqda uningda bir odam xotirjam bo'ladi. Bir chaqdan Si Tinchrik Erdo'g'an Uyg'urlarni qutqizgan bo'ldi, u bu dedi. Ba'zi Uyg'urlar Amerika Rubio andaq dedi, Amerikani qutqizgan bo'ldi dedi. Bu yerda nima demagan bilan xalqning 90% mencha bir g'aflat ichida deb o'ylayman. Hech kim bunda bir kechada bunda ishning bo'lganligini his qilmadi. Masalan, 3-oyning nechisi soti botdi ularningki. Hech qanday sot tartibiga rioya qilmagan asosda ketib qoldi ular. Bu masalan nimishqa 10 yilning yog'i masalan bu xalqarалық tashkilotlar yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bu 3-chi davlatlar hech qanday bir ifoda bildirmaydi. Masalan, Amerika buning uchun nimishqa nim qilmaydi. Ham Biden vaqtida ketmagan, Xitoy qaytirib ketmagan Uyg'urlarning deb Trump chiqib 2 oy o'tgandan keyin qaytib ketadi. Bu jihatga sizning bir bildiganlaringiz bormi? Amerika nimishqa bu ishga bunchalik jiddiy qaramadi? Unda bu yerda men Amerikaning nima uchun jiddiy qaramaganligini bilmayman. Chunki men bu nima masalasida, shu Tayland Uyg'urlar masalasida aloqa qilganim birsi Fransiya manbalik bir kishilik huquq ommaviy tashkiloti. İkincisi BDT'deki kişiler. Lekin men Amerikadagilar bilan bu Tayland Uyg'urlar masalasida aloqa qilmaganchilik, buni aloqa qilayotganlar botdi. Shu men qilmagan. Lekin qilayotganlar bor. Neyrullah qilgan, Amerikadagi diniy erkinlik yig'iniga Neyrullah qatnashib so'z qildi. Shu yerda Roshan xonim botdi, keyin Roshan xonim bu Taylandga botdi degan ishlar. Bu yerda aloqada botdi. Aloqa qilingan. Masalan, Ömer Qanatlar, bu Roshan Abbas xonimlar, Alfidarlar, bu aloqa botdi. Lekin Amerika tarafmi bu ishga bak astoydil muomala qilib ketmadi. Bir misol deb bersam, bultur 7-oyda men Amerikaga bordim, 7-oyning 20-kunisi. Shu chaqda Amerika State Department'dagi Jennifer degan bir xonim bilan ko'rishdik. Ko'rishib, shu Tayland Uyg'urlarning masalasi bo'lib, asosiy deyishimiz mushularga chet ellarda qopsilib qolgan deymiz endi, stuck in there. Aşağıda kapsılıp qalğan Uyg'urlarning masalasini o'tirib qo'ygan. O'tirib qo'yib, shu nayt yaxshi paranglashdik, chiqqandan keyin emailligim javob olamadik. Men undan biraz ümidsizlandim. Men ataydan bir ko'rishma ba'di ko'rishdik. Alfidar xonim yana bizning zilolat qizimiz şeylar nayt yaxshi tushundik masalani. Lekin men 3 qatim emailingizga javob olamadim. Shu bir Jennifer degan ayoldi. State Department'dagi maxsus shu Xitoy desk, Xitoy ishlari mas'ul ayoldi. Demak endi Amerikaning bu yerda mas'uliyati bor. Amerikaning bir jiddiyatni mening o'zimning bildiganim shu. Mening qilib boqqanishim shu. Lekin qolgan Roshan xonimlar, Ömer kamlar nima ish qildi buni bilmayman, lekin ularning tirishchilik ko'rsatganligi ishonaman. Lekin ularning nima javob olganligini bilmayman, lekin mening uchirgan muomalam shu. Men ataydan Norvegiyadan berib, u yerda necha kun ko'rishma saqlab, ko'rishib, qilsak, email yazsam javob bermadi. Demak bu yerda bu Amerikaningki mas'uliyatim bor. Masalan, Marco Rubio shu yerda bizning munosabatimiz yaxshi, ular undaq mas'uliyetsizlik qilmasi kerak degandan uning qo'lasidagilar cho'qim mas'uliyetsizlik qilmasi kerak. Uning qo'lasidagilar cho'qim masalan hech bo'lmagan chaqda mush ishning bo'ladiganligini bilib qoldiganlar ashula bo'lish kerak asli. Lekin bu qatam State Department haqiqatan bu yerda o'ziniki beparvoligini ifodalagan bo'ldi. Biz buningdan ya'ni ko'nglimiz yerim. Buni ayıplaymiz haqiqatan. Bu to'g'rimidi? Chunki u bir yig'inda tilga qo'shilib bo'lmaydi. Odamning bir cho'qim uning mas'ul bo'lishi kerak. Masalan deb o'ylayman. Erkenimiz Uyg'ur tashkilotlari masalasida qaytib kelsak, Turkiyada masalan hamda qurultayning qilgan ishlarini anladık, men anlab tutum üye bir yerden, hatta Dolqunkan bilen paranlaşkan çığımda bana bu doğru azrak sözlep begen boldu. Bunu da xeli bir yıl burun. Lekin mesela Türkiye'lerde mesela bular doğruluk çık pullar yığıldı, tolu berildi, Rişat Kıdın düşken resimler var fakat. Yani ulanın neymiş kıgalıqını merak etme insan bölümü de müşken geçe.
Ya bir iniq nersi yok. Türkiye bilen buğa alaqada mı tüzerek paydalanmadı? Qurultay Ya Qurultay'ın Türkiye'deki teşkilatlarında atımı. Qurultayning Türkiye'deki faaliyeti taza küçlük bulamaydı çünkü Evet, onu. bu yerda biraz mesele var. Yani Türkiye Qurultayını bek nıqıp ketmeydi. Mesela Dulknaysa muş vaqt nimi kiremeydi. Türkiye kiremeydi. Ondan burunqi sabiq reisimiz Rabia Hanımı Türkiye kiremeydi. Ondan Kanada'daki Mehmet Tohti efendimi Türkiye kiremeydi. Şu bu yerda Dünya Uygur Kurultayı ile Türkiye oturuş biraz münasebet meselesi biraz mesele var. Belki Xitoyninki elbette besim var degandek. Şu anlık Dünya Uygur Kurultayı'nın Türkiye'deki faaliyetleri yeterli derecede Türkiye siyaseti tesir göstermeydi. Türkiye'nin Uygur siyaseti. Lakin Halkara Teşkilatlar Birliği tesir gösterleydi. Lakin endi bu yerda bir facia, bir setçilik, bir Uygurlarning talaysizligi bo'ldi. Shuning bilan bu ish biraz mesele bo'ldi endi. Belki ben o Türkiye'deki Uygur teşkilatının Uygur menfaati için emes köpünçe Türkiye'nin şu Uygur siyasetini emelileştiriş için işligini gördüm bugünküçe. Mesela bazı vaxtlar kelgan çağda Uygurlarning menfaati bilen bevosita chiqish meselelerde Uygurning menfaatini chiqish qilib turib maydonni mustahkam qilolmaydigan ahvol bek jiq. Butunlay Türkiye'nin siyosatining bo'yin turqiga kirib ketgan bir tashkilot bo'lgan ekan. Bir manda bir mesele var. Ula qo'lidan kelganini nima deymiz? Türkiye bu AK Parti'ye burunqi AK Parti'den burunqi Türkiye'deki siyasi partiyalar ve hükümetler hamkorlashib tanlagan chaqda Uyg'urlardan bu mesela Aysal Tekin'den başlasak bular ezelden beri o'qigan biz siyosatchilarni o'zininki muhattab qilgan. Mesela Aysal Tekin'den keyin Uyg'urlarning rahbari bo'lgani bizning Mehmet Rıza Bekin general. Bu bir o'qigan odam. Endi bu tuyuqsiz 2000 yıllardan keyin AK Partiya hükümeti çıktı. Bu hükümet burunqi Uyg'urlar ichidagi sarxillarni emas, Uyg'urlarga yangidan qo'shilgan diniy erboblarni muhatap qilib tanladi. Bizim shunaqa ishimizda shu. Shunda bo'lgandan keyin ular bilan hamkorlashdi, imtiyozni shu diniy sarxillarga burunqi bilim sarxillaridan diniy sarxillarga imtiyozni shularga berdi. Bularga bergandan keyin men bularni butunlay ayplash tarafdor emas, chunki ularning qildigan ishi siyosat emasdi. Ularning qildigan ishi diniy ma'rif. Ya'ni ma'rif jamiyati deganning o'zila bu ma'rif degan bizda deyotgan bu nima emas, fanniy ma'rif emas. Bu ma'rifning qurilishi ma'rif degan shu diniy ma'rif asli. Afg'onistonda qurolli harakat sentabr 11 sentabr voqeasi bo'lib mag'lub bo'lgandan keyin bu ideya nima edi desa, biz bundan keyin avval ma'rif bilan shug'ullanaylik degan. Ma'rif bilan shug'ullanib, Uyg'urlarning kelgusi bir diniy avlodlarni yetishtirib, bular orqali masalamizni hal qilamiz degan bir fikr. Mening bilishim shunday fikr bor. Shundan chiqqan narsa ma'rif degan endi. Bu diniy sarxillar. Bularning ko'ngli yaxshi, ideyasi yaxshi, nishoni yaxshi, lekin ular uni qila oladigan odamlar emasdi. Chunki bu siyosat degan ma'lum ideologiyalik prinsip bo'yicha bo'lmaydi. Chunki siyosat evrishim bo'ldi. Bugünü oq degani ertasi qora deydi. O'gini yeshil deydi. Ama diniy prinsip bo'yicha yashaydigan odamlar buni qilolmaydi. Nima desa, unda desa u dindor bo'lolmaydi. Dinga yuzgilanmaydi, Qur'onga uyg'un kelinmaydi. Unda bo'lgandan keyin ma'lum ideologiyalik prinsipni o'lcham qilgan tashkilot siyosiy faoliyat bilan shug'ullansa, mushundaq nurg'un masalalarni keltirib chiqadi. Shunga ular o'zininki ma'rif bilan shug'ullanib, kitobini chiqarib, madrasani ichib qilsa tamamen bo'ladi. Ularning Turkiya tarafidan tanlanib, Uyg'urlarning vakili qilinishi Turkiyadagi Uyg'ur davosining ziyniga bo'ldi. Ulardan ko'rishga bo'lmaydi bu. Mushu masalan Peki ularning bir vicdan sahibi bir inson bo'lgandiki, masalanki o'zini tatib ziyolilarni chiqarish kerakda, masalanki nim demagan bilan bizni yaxshi qila oladiganlar bor deb o'zining nima ish qila oladiganligini, nima ish qila olmaydiganligini dang'isishi, o'zining kapasitasini
Nim qilish kerak da, o'ylash kerak da. Albatta, uni o'ylash kerak ham do'liqi. Uni o'ylay oladigan endi bu masalan deyli hammaylar Xitoyning tuzumidan kelgan. Xitoyning tuzumiga mayli qarshi bo'lsaqmi, Uyg'urlarda bir gap bor, tarxamakning ichida cho'ng bo'lsang, uzunchoq bo'lasan, tovuzning ichida cho'ng bo'lsang, yumaloq deb. Biz Xitoy tuzumida yashagan. Shunga biz garchi Xitoy tuzumini inkor qilsaqmi, bizning qiliqimizda, tafakkurimizda Xitoy tuzumining iznalari bor. Xitoyda bir odamning huquq elishi saylan bilan bo'lgan emas, imtiyoz davlat tarafidan berilgan. Bu Turkiya kelgandan keyinmi bizning ma'rif tashkiloti qatorliq keyin birlashgan bu xalqaro tashkilotlar birligiga imtiyoz shuni berildi. İmtiyoz agar u saylangan bo'lsa-edi, bunda bo'lmagan bo'ladi. Saylangan bo'lsa-edi, insonlar qo'pib bu mollamken, bu asta ma'rif tusun, ma siyosatchiki munbar tusun deganda xalq tanlay oladi. Xalqni tanlash fursati bo'lmadi. Endi xalq tanlamagandan keyin u odamlar xalqqa mas'ul bo'lmaydi. U imtiyozni kim bersa, shunga mas'ul bo'ldi. U imtiyozni Oq partiya hukumatı bergan bo'lsa, u qanday Uyg'ur xalqiga mas'ul bo'ldi? Qanday Uyg'ur xalqining manfaatini chiqish qilib turib so'zlaydi? Shunga Oq partiyaning manfaatini chiqish qilib so'zlashi imtiyozning kimning berganligiga, bergan qo'lga telmirdigan gap. Ham bu mushunchalik, ham buning oxirida uning ortiqni talab qilishi bu aqliga toz uyg'un emas endi. Şimdi bular haqqı bizni Türkiyədəki Uyğurlarni shu dinni vasitə qilib xultib o'ziga kelgan chog'da desam gap uzarib ketadi, boshqa bir savolga o'tib ketaylik. Endi bu masala qanday bo'ldi demisiz? Siz u yerdagi Uyg'urlarning ahvolini qanday bo'ldi deb qaraysiz? Chunki qarasak ko'rinishlar bor, suratlar bor, qarshi ilishlar, murosimlar o'tkazilib, ularni o'rlashtiradigan gaplari chiqyotidi Xitoy medialarida. Bu ishning oqibati qanday bo'ldi? Ya'ni Misrdagiga o'xshash, Suriyadagiga burun Misr bilan Taylandda bo'lgan Uyg'urlar o'xshash yo'qolib ketdi deb qaramsiz u yerdagi Uyg'urlarni? Yoki buni Xitoy o'zining tashviqoti uchun ishlatadigan bir farazlarmi bormi? Menimcha birinchisi bularning aeroplandan tushib qilgan ko'rinishlar Xitoyninki tashviqoti allaqachon bo'ldi. Menga biraylan uçur qıptı. Şundaq açıq bilen nima ish qildinglar, sizlar kechqisi bir-biringlar bilan urishib, mushundaq hech ish qilmaydi ekansizlar. Mana 40 Uyg'urni nima Jungo qaytirib keldi. Ham Jungo deydi. Qaytirib keldi. Sizlar hech ish qilmay deb aytgandilar, men bir mo'ch uçur qoldiribdi. Shunda achig'im kelib, kim o'san? Sening nima salohiyatman men buni deydiganga desam birdamdan keyin men Xitoy chizibdi u naslni butun. Vozay Changney deydi. Changney degani vatanda degani. Men vatanda buni desam ko'nglingiz kelmasin, Xitoycha gap bilan Xitoycha ko'nglingiz kelmasin. Lekin bizning yelimiz chiqib ketdi. Deydi. Men buningdan ko'nglim bak yerim bo'ldi. Nima desa? Odamning yeli chiqib ketish bak ichinishlik narsada. Ya'ni umid odamni odam qiladi. Ümidsizlik şeytan qiladi. Rasvo qiladi, vayron qiladi. Hamma ishni qilg'izadi. Mening eng ko'nglim yerim bo'lgani, aeroplandan ashular tushayotgan chog'da vatandagi Uyg'urlar qanday o'yladi desa, bir kunlarda bizning tuqqanlarimizni ashta qilamiz deb qo'rqib ketdi. To'g'ri. Men Bir kunlarda mening dadam, mening ocham, mening singlim, mening akam aeroplandan ashta tushsa qanday qilaman deb aşı g'amga tushib ketdi. Shunga vatandagi bir Uyg'ur canını alqan qilib turib, men shu gapni debdi. Nima ish bunday qilasizlar deb. Buning bak ko'nglim yerim bo'ldi. Ben shu hech ish qilamadim aytgandan boshlab. Hech ish qo'lim bormadi. Ya'ni mening singlim boshda deb qarish mumkin, turmadik singlim. Mening turmadik akam boshda deb qarish mumkin. Chunki ular tashviqot uchun hamma qo'yib berdi u narsani. Turmada soat 7:dan boshlab soat 9:2 soat tashviqot bor. O tashviqotni hammalar ko'rdi. Bu Xitoy Aşı Uyg'urlarimizni bütün Uyg'urga ko'rsatdi da. Yuraklarni qon qilib etdik. Şu Tayland qarindoshlarimiz qaytariluvchi bo'lgan shu jarayonlarda har xil uchurlar chiqdi. Rostmidi, yolg'onmidi dedik.
Hatta men en ahırda şu neyronlarning uçurunu tweet'ga atgan tweetini ko'rgandan keyin bu ishni texim bek jazmlashtirdim. Yani xalqqa vaqtida to'g'ri uchurlarni yetkazilmadi. Buni teşkilatlarning orasidagi belkim töküp alış desem sel iğir geçişi mümkün ama hem adam özünü aldığı çıkarışның nimsidi bo'lib ketganligi uchun xalqqa beradigan haqiqiy to'g'ri uchurlar berilmay xalqmi buning bo'ldimi, bo'lmadimi, qanday oldu deb shundoq bir sarosimga tushib ketdi. Bu xil narsani hamda bizning tashkilotlar to'g'ri bir yo'l tutib, hammasi birga bir kurash qilgan bo'lsa, birga bir faoliyatlarni qilgan bo'lsa, balkim bu ishlarning natijasi boshqa bo'lardi. Siz bizning shu tashkilotlarning ish qilish usuliga qanday qaraysiz? Undan keyin bizning tashkilotlarimiz birlashib bir ish qila oladimi acaba? Boş vatandagi kelgan savoldan o'xshash savol bo'ldi bu. Endi tashkilotlar degan chog'da Uyg'urlarda chet elda muhojiratda bir qancha xil tashkilotlar bor. Bir qism tashkilotlar bor, ideologiyalik tashkilotlar bular. Bular odatda konkret bir ish qilmaydi. Ular kim mustaqillik dedi, kim demedi, kim Şinjan'da dedi, kim demedi, kim Uyg'urda dedi, kim Sharq Turkistonda dedi, mushundaq qilib ideologiyachilik qildigan bir guruh bor. Bular odatda bu qaysi Uyg'ur tutilib qopti, qaysi yig'inda Uyg'urning gapi deyilmay qopti, qaysi xalqaro minbarda Uyg'urning ovozi anglanmadi degan ishlar bilan hech aloqasi yo'q. Ular faqat mustaqillikdan iborat bir narsa bor. Shuning uchun to'xtamay ideologiya ko'rish qiladi. Sizning yig'in qatnashganligingizda faqat kari yo'q, yig'inda qaysi so'zda Şinjan deganingiz yoki qaysi so'zni demaginingz, qaysi o'rinda bayroqning o'ngdulingizga, qaysi o'rinda soldulingizga qo'yganligingizni qaraydi bular. Shu bular bilan hamkorlash qilib bo'lmaydi, bo'lmaydigandek qilib turdi. Bular ideologiyachi tashkilotlar. Bular u harakat tiplik tashkilot emas endi. Ikkinchisi harakat tashkilotlar bor. Masalan, Dünya Uyghur Qurultiyi, ondan bu tashkilotlar birligi degandek. Bular asosan harakat qiladi. Davlatlar bilan, tashkilotlar bilan, xalqaro organlar bilan aloqa qilib harakat qildi. Uchinchi bir qism tashkilotlar bor. Ular mahalliy tashkilotlar. Ular har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning hayit bayram, ona tili o'qitish bilan shug'ullanadi. Bu üç xil tashkilot bor Uyg'urlarda hozir mening kuzatishimcha. Endi bu hamma tashkilotlarningki birlashib qila oladigan ishi nima edi desam, mushaqetim. Biz shu Taylanddan Uyg'urlar qaytarildi ekan degan kundan boshlab asli namoyish to'xtamay bo'lishi kerakdi. Ondan Dünya Uyghur Qurultiyi bo'lsin, mayli tashkilotlar birligi bo'lsin, bular bir odamni cho'qim ashak avat deb kundilik bo'lib atgan ishdan xalqimizni xabarlantirib turish kerakdi. Ondan Erkin Asya'nın çoxum bir muxbiri berish kerakdi. Bir muxbir avatish kerakdi. Mushning amdaliqda biz abiyam xalqaro masalan BDT'ning iqtidorsizligini, Xitoyga bog'lanib qolganligini, Taylandning Xitoyga bog'lanib qolganligini, Xitoyning manfaati, iqtisodiy yardım sababli Uyg'urlar sotganligini deyishdik. Lekin o'zimizning bak jiddiga olmaganligini sizning savolingizda esimga keldi. Haqiqatan bu yerda bir jiddiyatsizlik, bir beparvolikning bo'lganligi rost. Endi shu bir sud ochildi degan chog'da cho'qim ashaga bir odam davomli turish kerak deya ashnasini. Ashnasini tug'an bo'lsa, balkim naq maydonda tug'an odamning, masalan siz, men buni boshdan kechirdim. Siz Taylandlik Uyg'urlarning masalasini İstanbul turib degandan bir xalqaro tashkilot yoki bir siyosiy yo'nga. Siz Taylandning o'zi turib desangiz haq bakrak ishindi sizga. Shunga ashada odamimiz bo'lgan bo'lsa, balkim bizning degan gapimiz bakrak siyosiy arboblarning va xalqaro tashkilotlarning diqqatini tortishi mumkin edi. O'zimizning shu yerda bo'lmaganligimizmi bizning ovozimizning ojiz bo'lib qolishiga sabab bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Endi men bu tashkilotlarning birlashib birish qilishini toza men bo'lmaydigan ish qiziqmayman odatda. Shunga Turkiya Uyg'urlarni qutqizdi, Amerika Uyg'urlarni qutqizdi degan gapga azaldan o'chdim. Hozirmi o'ch?
Hech kim bizni qutqizmaydi, o'zimiz qutqizamiz. Endi shunga ayliqda mush qitim qishdimi, masalan, başta bir psixik eksepti. Amerika qutqizib oladi, ya'ni Marco Rubio, Erdoğan qutqizib oladi degandek narsa. Ikkinchisi qutqazmaydi amaliyotda. Bizning harakatimiz aşağıdaki kişilerin qoyil qilishimiz, to'xtamay ko'rishmay talab qilishimiz, uni to'xtamay dunyo axborotlariga deb eliqi axboriy tayyorlik, jamoat fikri tayyorligi qilib turishimiz. Mesela en oddiysi oldin qitimqi namoyish bo'ldi Turkiyada. Shu namoyishdimi asosiy masala Taylandlik Uyg'urlar masalasi bo'lmadi, asosda bo'lishi kerakdi. Uni hammamiz bilamiz. O da bo'ldi, bunda bo'lmadi. En muhim masala bo'ldi. Demak, bizmi eliqi umumiy jamoatimiz bizga xabarsiz qoldik uchun, xabar davomli chiqmaganlik uchun. Bir adamimiz u yerda turmaganlik uchun. Davomli turmaganlik uchun, bir qitim turganimda davomli turmaganlik uchun. Bu sababim bo'lib qoldi. Endi men tashkilotlarning putin birlashib, bir ish qilishiga ishonmayman. Chunki aslida ularning tipi o'xshamaydi. Eliq toshni tayoqqa tang'il bo'lmaydi. Ideologiyachi sürgün hukumat tarafdorlari bilan harakatchi dunyo qurultayini birga ekagil bo'lmaydi, u birga kelmaydi. Lekin bir ishni qila olishni umid qilaman. Hech bo'lmaganda kirzi so'z bergan chaqda bir-birini tillamaslikni orzu qilaman. Sen qilmasangmi, jim tutib tursang bo'ldi. Lekin endi bu amalga oshmaydi, bu gaplar hammadan bildi. Doktor Mamtimin Ala cho'qim bildi. Yozuvchi Zulfiqar G'olam Osman Zulfiqar cho'qim bildi. Ondan Amerikada o'qigan Arslon var. Salih Xudoyor cho'qim bildi buni. U bilmaydigan nodon odamlar emas. Ular bildi. Ular bizning aql yurtishimizning hojati yo'q. Ular donishmand odamlar. Lekin bu ideologiyachilik sebebinden ko'z oldida o't qo'yib olsa, asli qildigan ishimiz chilakni qo'liga olib suv to'kish bo'lishi kerak yoki buningga bu purk o'chirish bo'lishi kerak. Lekin bu o'tning moyit nima? Bu o't mustaqilchi o'tmi, avtonomiyachi o'tmi, kishilik o'quvchi o'tmi deganda barib o'tlasak, bu o't o'chayga olmaydi. Lekin mushunda odamlar bor. Shunga ularningki bu ishda yani birlik kelishdan bak yani o'tib ketmayman, chunki birlik kelinmaydi. Men allaqachon ulardan umidsiz bo'ldim. Lekin buni bundan keyingi mushunda ishda biz cho'qim bizning qila oladigan ishimizning nimaligini aniq bilishimiz kerak. Masalan, hozirgi shu narsani bilishimiz kerak. Biz muhojiratlik Uyg'urlarni qo'g'dashga cho'qim kuch chiqarishimiz kerak. Chunki vatandagilarni qo'g'dayolmayapmiz. Muhojirat Uyg'urlarni qo'g'dashga cho'qim kuch chiqarishimiz kerak. Cho'qim yoki bir turkum kishilar mushishni qilish kerak yoki yangidan bir turkum kishilarning bir tashkiloti bo'lish kerak. Mushundaq jiddiy ahvolga taqobil turadigan bir markaz, bir holat cho'qim bo'lish kerak. Masalan, bugun Taylandda bo'lgan ish erta Saudiya Arabistonda bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 Uyg'ur bor. Bir ona bola, yana Hamdullah Vali degan ustozimiz mullam, Nur Mehmet Rozi degan bir kishi. 4 odam Saudiya Arabistonda bor. 3 Afrika, Hindistonda bor. Undan boshqa Sharq Janubiy Osiyoda boshqa bolalar bor. Başka devletlerden başka balla bağlanan orada değişik olmaydı. Lekin muşlan tutquzğanga çoğum bir mexanizm buluş gerek. Teşkilatlarının mexanizm. O bulmasa teşkilatlar bilen ortak fikir birliki, hareket birliki hasıl kılalaydıgan bir yeni bir organ kuruluş gerek. Bulmasa bu iş şahsi kahramanlık bilen bulmaydı. Siz egerlegen malumatını özünüzle tutib olsangiz, boshqalarga bermasangiz, men egallagan ma'lumotni o'zimni tutsam, mening tajribam mangli qolsa, sizga qolmasa, oldin qaytim bir ish bo'ldi, masalan, shu nima muxbirlarning ziyoratini qabul qildigan, ya'ni qo'yib berdik shu Uyg'urlarni qaytirdi degan chiqqan chog'da, muxbirlar nihoyat jiddiy harakat qildi. Voy bularni qaytirasiz qanday qilamiz? Unda bo'lsa, biz buni axborotlashtiraylik deb. Bu yerda chiqqan masala nima bo'ldi desa, tuqqanları xabar qilsam, men pustan tashkilotlar aloqa qilgandim, ular meni boshqalar gap qilma degan deydi. Voy shu u boshqalar gap qilma degan gap yo'q. Desam, yo'q, biz ashular birlaydik, ashular qaysi muxbirlar ko'rasiz, shu muxbirlar ko'rishimiz, boshqalar ko'rishmaymiz deydi. Shundan bilan bekor 3 kun vaqt isrof bo'ldi nima desa, shu ishni o'rlashtirgan odamdan ruxsat ololmay. Men shu kishiga dedim, "Ey, ma ayollar, ma bolalarga danglar, Abduli ma'lum tanishtirgan muxbirlar ko'rishsin bo'ldi. Çoğum siz bilen tanıştığın muhbirler görüşünün haceti yok. Memnun okşaş edem, siz okşaş edem. Fakat siz
Muxbirli bo'z ko'rishinglar denglar degan gapni tepish, u odamni tepishni 3 kun ketdi menga. U muxbir degan qaranglar. Bir yerda bir ish bo'lsa, shu darhol tayyor bo'lsa yozdi, bo'lmasa yozmaydi narsani. Chunki xabar degan yomonjiq narsa. Cho'qim Uyg'urning xabar deyish shart emas. Shunga mushaliqi oramizdagi hamkorlikning, moslashishning bo'lmaganligimi mush ishda bir kamchilik bo'lib qoldi deb qarayman. Shunga mushundaq bir nima jiddiy holat markazi cho'qim qurilish kerak. Chunki hayotimizda jiddiy ahvol bo'lib turdi. Masalan, bugun Taylandda bo'ldi, Hindistonda bo'lishi mumkin, o'g'in Turkiyada bo'lishi mumkin. Yana bir kun bu yerda. Bu mesuldimchilik xalqning uchun hisob so'raydigan odamim yo'q-da masalan. Mushning mas'ul masalan chet el Uyg'ur tashkilotlarining bir o'rtaq komitetdek bir narsa qursa, mushning mas'ul bir odam tayinlansa, anaki jihyeler, görüşler, aloqalar rivojlanishda, hozir Uyg'urlar kimdan nimaga hisob so'rashni bilmaydi masalan. Hozir biz necha vaqtdan ya siz dedingiz keyinda munda ishlar bo'lyapti deb tamam keyinda munda ishlar bo'yibdi, lekin bu ham siyosiy jihatda qarsak ahvolning haqiqatan xatarlik ekanligi xili aniqli bir ish ekan bu. Lekin nimishqa mush aniq ishni bizning masalan tashkilotlar bu ishni qilamagan bo'lsa, bu ishlar bizning qo'limizdan kelmadi. Endi boshqa bir usul sinab boqaylik. Xalq harakatlaninglar. Masalan, xalqlar berib namoyish qilib, yana boshqa bir faoliyat qilib to'xtamay, hammamiz diqqatimizni shunga jiqqan bo'lsak, ham bo'lma deganda qarshilikmi xil jiqaroq bo'ladi-da. Akitib qolgan bo'lsa-mu, masalan, qarshilik jiqaroq qarshilik uchrab akitadi Xitoy. Demakchi bo'lgan gapim, meyli birisi ahvolning xatarlik ishkanligini bilib turibmi, ishni qilamizmi, chiqib bilib mana bo'lgan bo'ldi, hal bo'lgan bo'ldi deb xalqning ko'ngliga suv sepib beka-bekadan bo'lmaydigan ish haq tasalli berishning hech qanday ahamiyati yo'qdi-da. Meyda shu bu tashkilotlardami jiq nuqson borki, bunimi ko'zdan kechirsak obdan bo'ldi deb o'yladim. Vaqtmi oz qoldi. Sizdan yana eng oxirgi bir savolni so'rayman. Men adamdan boshqa bir savoli bo'lmasa, tabii. Ben aşağıda demek istedim çünkü bugün hammamizning achchig'i keldi. Şahsen men Facebook'ta bir nimalarni yazdım. Teşkilatlar hesap berish kerak desa, bizning odamlar buningga faqat o'tiramay qolgan. Amaliyotda tashkilotlar bir Uyg'ur davosini qilayotganki, bizga vakil bo'layotgan bo'lgandan keyin nemish qilayotganligini, bu jarayonda qanchalik qilaligini, qanchalik qilolmaganligini xalqqa bildirish kerak. Bu qo'rqib ketgidek bir ish emas. Hech kim ularni chiqib aytib etamiz demadi. Faqat biz xalq bo'lish sifatimiz bilan ular nimalarni qiloldi, nimani qilolmadi. Agar buningdan keyin mushundaq ahvol uchirgan vaqtimizda bu tajriba saboqlarni qanday yakunlaymiz? Bizga hamma haqiqiy ahvolni bildirsin desak, lekin buningga ba'zi endi oqlovchi advokatlar yomon ish kuchib ketadi ekan. Amaliyotda men shuni oxirgi bir savolim bo'lish nemisi bilan so'rayman. Bizning Uyg'ur tashkilotlarimiz nima uchun xalq bilan bo'lgan o'tirsidagi munosabatga bunchalar uzoq bir musofa qo'yib oladi? Nimishki o'z xalqiga bo'layotgan ishlarni haqiqiy bir shaklda uqtirolmaydi? Bunun bir qancha sababi bor. Birisi shu maxsus xalq bilan aloqa, xalq tushundirish, xalqni yetaklash tipidagi tashkilotlar emas bizning tashkilotlar. Chunki masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyi project based tashkilot. Ya'ni u bir proyektga bog'langan. O proyektning aniq vazifasi bor. Masalan nimaning shu tashkilotlar birligimi shu. Davlatdan berilayotgan ma'lum xil projekt bor, shu ishlarni qiladi. Ana shuning hisobini shu davlatga yoki shu tashkilotga yoki shu proyektni ta'minlagan organga berdi. Endi mushu banada xalqimizdan deymiz, biz xalqimiz, xalq bo'lish sifatimiz bilan tashkilotdan hisob so'raymiz desak, tashkilotga a'zo bo'lib pul beraylik. Anda hisob so'ray olamiz. Yani Uyg'ur tashkilotlari faqat Amerikadan keladigan NED'ga, Turkiyadan keladigan yoki UAB'dan keladigan pulga emas, Uyg'urlarningki bedel puli bilan o'rtugan bo'lsa, Uyg'urlardan qo'rqqan bo'ladi. Chunki maoshni qilmasam Uyg'urlar beradigan, eğri beradigan $5 bermaydi. Ma hesabni bermasam Uyg'urlar beradigan $5 bermaydi. Tengapni degan bo'lsa, ular Uyg'urlarga mas'ul bo'ladi. Uyg'urlarningki ovoziga diqqat qiladi. Uyg'urlarga hisob bergan bo'ladi. Ular mablag'ni NED'dan yoki boshqa xalqaro fondi jamiyatlardan yoki IHH'dan yoki davlatdan olgandan keyin pulni kimdan olsa shuningga mas'ul bo'ldi.
Eğer Uygurlar hemmeyle muş davaga köngül bölmez desek, şu teşkilatlardan işkini içişini, azalık tüsümünü kolunuşunu, bedel pul tüsümünü yolu koyuşunu talep kılışımız gerek. Ve şu pulunu berişimiz gerek. $1 bolsun. Bersek, ahırda onun insanı, ahırda bu Uygur teşkilatı buludu. Hazır mesela pulunu ola, meblağını ola, halkara teşkilatlardan algandikin hesaplı şulağı verip atıdı. Şu bir yerde özümüzden oylaydıgan, özümüzden ketken meselem var. Biz teşkilatlar şu tarafını koyuşumuz gerek. Teşkilattan Uygur teşkilatı bulduğum bolsa, biz ondan pul berişimiz gerek. Pul bergenlik nemesimiz buldu, sayılış hukukumuz buldu. Hesap soraş hukukumuz buldu. Hazır mesela hem şu Hakan lekin men siz namazı bir yerde pul degan narsa bu haqli bek pul yig'ishdan bek qo'rqadi ekan. Qo'rqmanglar hech qanday ish yo'q. Pul beramiz. Lekin pulning hisobini bersangiz chatoq beramiz bu yerda. Xalqdan pul yig'ish yaxshi ish nima desa, nurg'un odam qanday o'ylaydi desa, mushu millatninki ishlarida mening hassam bor deb o'ylaydi. Masalan deylik, Dünya Uygur Qurultayı bizden $5 Uygurluk bedeli yig'di. Yig'ib, mush qaytam 40 Uygurni qutqizib qolgan bo'lsa, Uygurlarning hammasi qanday o'ylaydi? Shuning uchun mening töhfam bor deydi. Yani bu pul yig'ish hargizmi pul meselesi emas, şu odamlarning qalbini, ruhini ko'taradigan narsa. Bu dava mening davoyim, bu işte mening hassam bor deydi. Bu o'zi munosabatsiz yashagandan keyin bu ishlar bilan özünü mesuliyetçen his qilmaydi. Hem özünü ahırda töhpilik bir his qilmaydi. Şuna mening teşkilatlar projekt tayinligan teşkilat buluş bilen tengli vaqtda Uygurlar tayinligan teşkilat buluşunun zürürlükini bilip yetiş gerek. Çünkü dünyada muhacit yaşayotgan 100 mingdan ortiq Uygur var. Bularninki yalğız bizge berdigan pullar emas, ularning şu pul bilan birga bizni yuradigan mas'uliyati ve bizge taqdim qiladigan aqlimi pulidekli mo'yu. Şuna muş Uygurlarni birleştirish degan söz hergizmi hammadan birga ekilish emas. Ularning töhpisini, fikrini, aqlini birleştirish qartilgan. Agar shuni qilamiz desak, ishlar ichilish kerak. Taqoqliq ishlar. Taqoqliq hesaplar ichilish kerak. Oshkorlanmaydigan maliye dokulatı e'lon qilinish kerak. Shunda bo'lgan chaqda bu ish xalqning harakatiga aylandi. Ondan biz namoyish tashkil qilsakmi? Nima ish qilsak, xalq harakati turdi. Ondan bu oxirida bizning umumiy harakatimizning g'albilik bo'lishiga turtki bo'ldi. Hakan men lekin hozirgi gapingizni anladım. Lekin masalan hozir qonun jihatdan siz degandek hech qanday tashkilotning bizga hisob berish huquqi yo'q. Bu endi qonun jihat. Lekin axloqiy jihatdan men yana hisob berish emas endi bu, lekin o'zining nima qilayotganligini, nima qilganligini ve bir ish qilgan bo'lsa uning qanchalik amalga oshmaganligini haqi bildirib qo'yish axloqiy jihatdan bir majburiyati bor deb qarayman. Chunki masalan ba'zi xat yozdi ular namoyishga chiqinglar degan chog'da hech qanday a'zo bo'lmasin, butun Uyg'ur yugurib chiqamiz bu tashkilotning ishi deb. Ya'ni ba'zi ishlar nima qildi, pul yig'digan ishlar nima qildi, tashkilotga a'zo bo'lganlarmi berdi uning narslarini. Biz anikin bir yerlarga borganda xalqlar bilan ko'rishgan chog'da, muxbirlar bilan ko'rishganda ma bizning Uyg'urlarga vakil deb tanishtiramiz ularni. Cho'qim a'zo bo'lish bilan cheklanib qolgan bir ish yo'q. Biz o'zimizni ular bizga vakillik qilyapmiz deb chiqdi tishiga. Bizmi ular bizga vakillik qilyapti deb ularga o'y beramiz, ularning qilgan ishiga yordamlashimiz, ularning kendi ular bilan birga hamnafas bo'lishimiz ba'zi narsalarda. Endi masalan men muxbir, masalan men bir tashkilotga bak bağlanib qolsam, taz yaxshi bo'ldi deb o'ylamayman kasbiy jihatdan. Buningga o'xshash mustaqillikda faoliyat qilganlar, akademisyenlar, ba'zi jurnalistlar bo'lishi mumkin. Endi hamma xalq o'xshamaydi, lekin tashkilotga kirmay keyindan ularning nimasini qilgan odamlar bo'lishi mumkin. Şuna aşkılıqı hem de Uygur buluş tipleri hem de kanun cihetten hiçbir mecburiyet yok sizden deginizde. Lekin ahlaki cihetten bolsun mesela bir işin qanchalik anda alaqı qurultayının gibi emas hem de ma Hidayetullahlarning teşkilatı yoki ma Seyit Tüm Türk'e o'xshash hem de Uygurlarga vakil olamiz deb chiqqan shaxslar xalqni bunday yolg'on gap qilib, xalqni besiqtirdigan, xalqning haq tasalli berib, amaliyotni burmalaydigan gaplarni qilsa, manda tuyuqsiz bir kishi ish bo'lgandan keyin hamma odamning o'g'iz qaynash nimasi haqiqiy deb o'ylayman. Masalan biz bika-bikadan ish kelibdi, Hidoyatulloh O'g'izxonning jinsiy sechilikini skandalini paranglashdik. Men hozirgacha o'ylayman, nim deb biz shundan keyin paranglashib yurimiz, nim deb vaqtimiz shunga ketdi.
Men senga aş chiqqandan keyin istifa berib aytganmisiz, bir ish qilganmisiz, unda joyillik qilib turolmagan bo'lsa, atrofidagi odamlar uning chopon yepib, bu degan tuhmat deb bizni og'zimizni tuvoqlashga yaltaymagan bo'lsa, bu ishlar buncha so'rilib ish kuchayapti, insonlar malom bo'lib ketmaydi-da. Aytqam yerdimi normal xalqning ochig'lanish nimasi bor deb o'ylayman. Endi sizda vaqtmi oz qolibdi, eng oxirgi bir savolni ham hozir degan gaplarimni qo'shimcha qilsangiz bo'lsa mayli. Endi bu masala hamda bizga qanday ta'sir ko'rsatadi demoqchiman. Endi Uyg'urlarning endi bu masalani ko'rib Uyg'urlar ümidsizlanmay qolib, men jinimda ümidsizlandim, ümidsizlanmaydi deyishga hech qaysimizning haqqi yo'q. Hammamiz ishida mustaqillik, u bu avtonom ichida ba'zi sal realist odamlarni tillaymiz. Lekin ish mandaga ketgan chog'da Taylandga 40 Uyg'urni chet eldagi chiqib bo'lgan Uyg'urni qutqizishga kuchimiz yetmaydi. Endi bir o vatandagi masalalar kelgan chog'da bak cho'ng so'zlab ketmaslik kerakmi deb o'ylab qoldim o'zimcha. Bu nuqtada chet eldagi Uyg'urlarning siyosiy tashkillanishiga yoki hozirgi siyosiy zihniyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi bu endi bir travmada, bir Uyg'urlarga berilgan, Uyg'urlarning ro'yitiga qilingan bir endi deymiz bu toplumsal, ijtimoiy bir travma bu. Buning ham ta'siri qanday bo'ldi? Bu to'g'ri o'ylaganlaringiz bo'lsa, o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Şu hamda mesela şahs üstüde men hatta mening ailemdekilerin bu dostlarımның məməylərinin oyuna çöküp ketdi. Bu Uyg'urlarga ta'sir hakikaten ig'ir bo'ldi. Aslida Uyg'urlar psixik besimda, psixik masalalar bilan bo'g'ishib yashayotgan bir holatda bu kishilarning umidini acizlaştırdı, iradesini suslaştırdı, ruhunu sundurdu. Lekin biz meselenin bo'lishidan qo'rqmasligimiz kerak. Shu meseleni qandoq qilib, to'g'ri tahlil qilib, shu meselenin qayta yuz bermasligining oldini olishimiz muhim. Abiyam deyishgandek, bizning tashkilotlar projekt loyihalarga bog'lanib qolgandan boshqa xalq bilan aloqani ravonlashtirib, xalqqa chiroyli tushuncha bersa, buning oldini og'il bo'ldi, umidsizlikni pasaytgili va agar qo'ldan keladigan planlar bo'lsa, shu planlar qilib xalqni umidlantirgili bo'ldi. Endi men o'zimning shaxsan nimasini olsam, bu qitimqi masaladan keyin bizning nimamizga buning ijobiy ahamiyati bo'ldi desa, bu bizning bir millatlik o'rtaq azobning bir millatni saqlab qolish uchun intayin muhim. Agar shunday bir azobdan hammalar azoblanmagan bo'lsak, bu millat yo'qolib ketgan bo'ladi. Amaliyotda azob to'g'ri insonni psixik jihatdan tugashtirdi, ruhiy jihatdan vayron qildi. Lekin bu millatning millat bo'lib turishida mushtaq o'rtaq azobning takrorlanib turishi muhim rol o'ynaydi. Yahudlarni yahudi qilgan bir omil Yahudlarning 2000 yil yaklanishi, zulmni qilishi. Oxiri millatni millat qilgan. Shunga azobning hammasi, masalan bir o'lim bo'lsa, urushib qolgan, urug' tuqqanlarni bir yerga kelib quchoqlashib yig'lashidi. Mushu azobda, mushundaq azoblarda biz texmi uyg'urlashimiz, texmi taqdirimizning birikkanligini his qilamiz. Shunga bu azobning bizga bo'lgan energiyasi bu. Bizni uyg'ur qiladi. Xitoyning vahshiyligini texmi toniymiz, Xitoyga irodamiz texmi kuchlanadi, Xitoyga qarshi irodamiz va millatning taqdiriga bo'lgan qayg'umiz texmi kuchlanadi. Bu tarafdan. İkinci tarafdan nima desa, bu ish yuz berdi. Endi bu ish yuz bergandan keyin qanday qilamiz? Biz boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga nima ish qilib bera olamiz deganni o'ylashimiz. Masalan, hozir mishadaday bizningki Hindistonda turayotgan 3 akuka bor. Shuniga nima qilib bera olamiz? Pul bo'lsa pul chiqaringlar. Iniq, chunki advokat pul vermasak bo'lmaydi. Agar buningga advokatga darhol biz Uyg'urlardan pul yig'amasa qanday qilamiz? Xalqaro fondi jamiyatining bir iltimosimiz. Uning iltimosini uchun 2026 yillikqa 2026 yillikqa 2025 iltimos sunishimiz kerak. Hozir iltimosdan ulgu qilinmaydi. Xalqaro fond deganga 1 yil burun iltimos sunasiz. Unda u hozir iltimos sunilmaydi. Shuning birinchidan siz nima ish qila olasiz masalan? Deyli, Hindistonda kuch yo'g'ini qutuqsiz nima ish qila olasiz? Nech pul chiqara olasiz? Yoki qancha vaqt chiqara olasiz? Nima qila olasiz? Bu birisi. Saudiyada 5 Uyg'ur bor, 4 Uyg'ur bor deyotgan, ular uchun nima qila olasiz?
Ondan başqa Şərqi Basirdə yetayotgan Uyg'urlar bor. Afrika turayotgan Uyg'urlar bor. Ular uchun nima qila olasınız? Qildigan qandaq tadbiringiz bor. Tadbiringiz bo'lsa, yezing bizlar o'rtoqlashing yoki aloqalashing. Chunki biz shunday ishni qilmoqchi. Biz Uyg'ur Emergency Center, Uyg'ur jiddiy holat markazini qurmoqchi. Ya'ni bu orqali nima ish qilmoqchi? Shunday har qaysi davlatlarda xatada qolgan Uyg'urlarga advokat yollag'ini bo'lsa, advokat yollab, advokat yollag'ini bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa yo'llar bilan qutqarish yo'llari bo'lsa, shu orqali siyosatchilar bilan hamkorlashadigan bo'lsa, shu orqali bu ishlarni hal qilmoqchi. Siz buningga nima qila olasiz? Buni shaxsiy o'ylash kerak. Qiyinli bo'ldi bu ishlarni, qiysoq bo'ldi. Ramazon kelyapti. Ramazondagi o'sha zakatni nimaga ataysiz? Ya'ni mushundaq nima yuz bergan Tayland yuz bergan fojianing yuz bermaslik uchun siz nima ish qilmoqchi? Endi uchinchisi, siz mushu to'g'ri 40 Uyg'ur qaytarilib ketdi. Yeningizdagi Uyg'urni yeniga tortish uchun, yeningizdagi Uyg'urlarningki saqlanib qolish uchun, tilining, madaniyatining saqlanib qolish uchun nima qila olasiz? Bir Uyg'urning bolasiga billa Uyg'urcha o'rgata olamsiz. Bir Uyg'urni uyingizga taklif qilib, shuning dardini anglay olamsiz. Bir Uyg'urning og'ziga ilm sep qo'ya olamsiz. Bu muhim amaliyotda. Ya'ni mushta bir qiyinchilikda, mushundaq bir fojiada, mushta bir qayg'uning ichida biz kimning kim ekanligini bilamiz va o'zimizning kimligimizni qurib chiqamiz. Shunga qayg'uning hammasi bizga umidsizlik olib kelmaydi. Balki shu qayg'uni qandoq qabul qilishimiz. Agar u qayg'udan bo'ldi biz tugashdik deb o'ylasangiz, albatta tugishsiz. Agar qayg'u bo'lgan chog'da men yolg'iz emas ekanman. Bu qadar odam o'zini Uyg'ur deydi ekan, bu qadar odam Uyg'urning taqdiri qayg'ur ekan, Uyg'urning masalasini hal qilish uchun qo'ldan kelishcha tafakkur qildi ekan deb tushunsak, buning boshqa natijasi bo'ldi. Shunga o'tkini o'tdi, ketgini ketdi. Endi biz bundan keyin nima ish qilamiz degan to'g'risida harakat qilsak bo'ladi. Buning harakat qilayotganlar bor. Shu harakat qilayotganlarni qo'llasak bo'ldi. Harakat qilmayotganlarni telefon qilib, uchur qilib, mesaj yozib surishtirsak bo'ladi. Bu bizning mush qayg'udan olgan saboqlarimizning birisi bo'lishi kerak. Ko'pdan ko'p rahmat aka. Menda sizning qo'shimcha qilgan bir gapingiz bo'lsa, qo'shimcha qiling bo'lmasa taqayli programmani. Boshqa gapim yo'q. Rahmat muallim. Bo'ldi, hamsa ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli ko'ruvchilar. Men adam ochdi programmani men taqay. Hammalarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin, ko'rishguncha omon bo'linglar.